Korrupsiya haqida bitta katta zo'r fikr berdi menga. Bir qarashda ahmoqona, lekin bir qarashda iloji yo'qligidan shu ham to'g'ri-da. Qarang, aytayaptiki, korrupsiyani qonuniylashtirish kerak deyapti. Qanaqasiga desam, siz bilan men kirib deyapti 50-60 ming dollar pulni birorta amaldorga taklif qilolmaymiz deyapti. Katta biznesimiz bo'lmasa deyapti. Lekin korrupsiyani bugun asosiysi ana shu 100 ming, 200 ming, 1 million dollargacha pora oladigan tashkilotlar bor ekanda. O'shalar shuncha pulni olar ekan. Davlat bitta yashik otish kerak deyapti. Hokimiyatga deyapti. Misol uchun hokimiyatda hokimni oldiga kelib, men aytishim kerak ekanki, hokim buva, men mana shu joyda bir 50 so'xti yerda menga qatlab bersangiz, men mana shu yerga bir ishlab chiqarish qurib, mana shu yerda bir 150 ta odamni ishlik qilib, shu ishlab chiqarish qilmoqchiman. Shunga mana 50 ming dollar sizga oldindan anaqa olib keldim, bo'naga olib keldim. Shuni oling, yerimni bering. Desa, hokim o'sha pulni bo'ldi kamdirganda mutaxassis chaqirib shu bolaga falon joydan 20 so'ti yer ajratib beringlar yoki 1 gektar yer ajratib beringlar deb qog'ozni qonuniylashtirib bersa, borib o'sha 1 gektar joyini ajratib bersa, u qurilishini qilaversin. Endi 50 ming dollarda qarang nima bo'lishini. Endi hokimiyatga nima ko'p? Kam ta'minlanganlar ko'p. Kelib yordam beringlar, uy qurib beringlar, pul beringlar. Kasalman yordam beringlar, pul kerak, u kerak, bu kerak, bo'shaganim yo'q, ovqat yeganim yo'q deganlar ham borda jamiyatimizda. Ana shu 50 ming dollarni bir 30 ming dollarini ana o'shalarga sarflasa, davlatda ham menimcha yuki sal yengillasharmidi deyman-da.